Hammaga salom qizlar. 100 gram go'sht bilan 2 ta piyozdan barakali bir lavli to'yla chiqadigan somsachalab pishiramiz. Go'sht bilan piyozni chopper qilib, yaxshilab tuz bilan murch qo'shib oldim. Ozgina sir qo'shdim. Men xamirni mana shunaqa uzunchoq qilib yoyib oldim. Ichiga xuddi lo'yla shashlikka go'shtni qo'ygandek uzunchoq qilib qo'yamiz. Sir qo'shmasalaringiz ham bo'ladi. Mana shunaqa men ko'rsatganimdek tuginglar. Bu lo'yla somsa deyiladi o'zi. Mana shunaqa cho'zib tugish kerak. Keyin hammasini tuxumlab, men ustiga mak sepdim. Qora kunjut sepsa ham bo'ladi, o'q sepsa ham bo'ladi, farqi yo'q. Burada ustalarimga ham ovqat qo'ydim. Grechka, makaron, podliva qilib qo'ydim qaynashga. Somsachalarni 200 gradusda qizib turgan duxovkaga qo'yamiz qizlar. Juda ham zo'r chiqadi. Agar farshini ko'p solsalaringiz, xamirini ham 120 gramdan katta olinglar. Menda kichkina 60-70 gramdan xamir chalaydi. Farshini o'lchab solganim yo'q, taxminan soldim. Katta qilsalaringiz ham zo'r bo'ladi, lo'yla shashlikka o'xshab chiqadi.